Salom qizlar, bugun sizlar bilan rumyanalarimga chestni obzor qilamiz. Meni mini kolleksiyamda 6 ta rumyana bor ekan. Patricktar rumyanasidan boshlaymiz. Menda She Goes to the Gym rangi. Bu yerda ikkita rumyana bor, birinchisi jiddiy, ikkinchisi quruq. Rumyananing ranglari. Patrickda o'zlari birinchi suyuq rumyanani surishi, undan keyin makiyaj oxirrog'ida qurug'ini surish tavsiya beriladi. Rumyana yaxshi, lekin juda ham pigmentli, ehtiyot bo'lib ishlatish kerak. Ikkinchi produktimiz Dior Backstage paletkasi. Buni ko'pchilik rumyana sifatida emas, highlighter sifatida ishlatishadi. Rumyanaga rangi ancha ochlik qiladi deb aytishadi. Men bo'lsa ba'zan yengil rumyana sifatida ishlataman. Juda ham nejniy, ham rumyana, ham teng qilib ishlatsa ham bo'ladi. Keyingi rumyanamiz ham Diordan. Bu faqat rumyana, boshqa funksiyalari yo'q. To'g'risini aytsam, bu rumyanani juda ham kam ishlataman. Ozgina ishlatganimdan keyin rangi chiqmay qoldi. Men yaxshi emas ekan deb o'ylagandim, lekin bilsam, buni to'g'ri ishlatishni bilish kerak ekan. Biz odatda bu rumyanani surish uchun kisdan foydalanamiz. To'g'ri yo'li bo'lsa, sponjikdan foydalanish ekan. Misol uchun shunga o'xshagan.